Assalomu alaykum. Bugun yana Savol Hangugo 1A kitobining 5-mavzusi Chumare Chingurul Manas Soyo. Dam olish kuni do'stim bilan uchrashdim degan mavzusini o'tamiz ekan. Eslatib o'taman yana bir bor, ushbu mavzuni o'rganishdan oldin albatta shu mavzuga oid bo'lgan lug'atlarni yodlab olishingizni tavsiya qilib qolaman. Birinchisi ohvi, ya'ni lug'atlarimiz ekan. Xo'p, koreys tilida ikki xil sutcha, ya'ni raqamlarimiz bor. Birinchisi koreys sanog'i, ikkinchisi bo'lsa Xitoy sanoqlari. Xo'p, mana bular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu qanday sanoqlar desa, bu Xitoy sanoqlari. Xitoy sanoqlari nima uchun desak, oldingi paytda o'sha Xitoy tilidan kirib kelgan sanoqlar bor. O'shalarni hozirgacha ishlatishadi koreyslar. Xo'p, qanday farqlab olamiz desak, shu yodlash orqali Xitoy sanoqlari 0 dan boshlab cheksizgacha bo'ladi. Koreys sanoqlari bo'lsa 1 dan boshlab 99 gacha bo'ladi. Hozir bu 10 gacha Xitoy sanog'i. Endi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ular qanday yoziladi desa, men endi yozib beraman. Xo'p, 10 mana ship bo'lyapti. Endi qaranglar. Ship 10 bo'ldi. 20 chi desak, i ship. 30 sam ship. 40 sa ship. 50 o ship. Yuk ship. Chil ship. Pal ship. Ku ship va pek. Xo'p, bular endi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hozirgacha 100 mana. Qanday yozildi desak, mana bu 10lik ship 10ni oldiga birliklar yozib ketyapti. Mana 20 bo'lsa i ship. 2 nima degani desak, mana bu yerda i bo'ladi. 30 chi, mana sam ship. 3 sam degani. Samga shipni qo'shib ketaveramiz. Sa ship, o ship. Shunda mana 10liklar ketaveradi. 10, 20, 30, 40, 50 va hokazo. Endi 11, 12, 13 deb yozsak-chi desak, endi teskarisini yozamiz. Ya'ni 10 nima desak? Ship 10. 11 chi, ship il bo'ldi. Bu 11 bo'ldi. 12 chi, ship yozamiz 10 va undan keyin 2 nima degani? Mana i, ship i. Xuddi shu holatda. Endi 25 bo'lsa-chi, 20 ni yozamiz. I ship ekan. I ship 25 yozsak, i ship o. Mana o 5 degani. I ship o. 25. Il ship deb qo'yibman, i ship, ha? Endi 58 bo'lsa, 50 nima degani? Mana o ship. O ship 50, 8 bo'lsa mana bu yerda 8. O ship pay. Endi 128 chi desak, mana bu yerda 100 turibdi. 100 yozamiz. 120. Nima ekan? I ship. 8 pal. Pek i ship pal. Mana 128 bo'ldi. Xuddi shu holatda yozib ketaveramiz. Bu juda ham oson. Hozir bu faqat Xitoy sanoqlari, koreys sanoqlari bo'lsa, keyingi darslarda chiqadi, keyingi mavzularda chiqadi. Ularni ham to'liq yana o'rganib ketamiz. Xo'p, endi pastdagilar nima desa? Pastdagilar bular hafta kunlari. Dushanbadan yakshanbagacha. Vodoyil dushanba, hoyoyil seshanba, suyoyil chorshanba, mogyoyil payshanba, kumyoyil juma, to'yoyil shanba, iryoyil yakshanba. Xuddi shu holatda ketaveradi. Bularning hammasi shu so'zlarimizda bor. So'zlarni yodlab olsalaring, bemalol tushunib ketaverasizlar. Xo'p, birinchi o'rganishimiz kerak bo'ladigan mavzumiz nalja va yo'yil, ya'ni sanoq va sana va hafta kunlari ekan. Nalja degani o'sha sana degani, yo'yil degani bu hafta kuni degani. Mana shu holatda. Xo'p, endi nalja ya'ni kunlarda qanday savol beramiz, qanday so'raymiz, qanday javob beramiz deydigan bo'lsak, birinchi savol beramiz. Ya'ni, xo'p, bugun necha deydigan bo'lsak, o늘 며칠, nechinchi kun degani. Endi gapni yakunlaymiz. 며칠 이에요. 오늘 며칠이에요. Xo'p, misol uchun bugun 22-mart ekan. Hop, 22-mart bo'lsa,
Biz shunaqa yozamizki, yanvar, fevral, mart, aprel, may degan nimalar yo'q, oylar yo'q. Uning o'rniga biz sanoqlardan foydalanamiz. Ya'ni bizda shunaqa narsa keladi. Vol degani, ya'ni bu oy degani. Shundan foydalanamiz. Ya'ni bir nima degani? Bir vol desak, ya'ni il vol desak, birinchi oy. Ya'ni bu yanvar bo'ladi. I vol desak, ikkinchi oy. Bu fevral bo'ladi. Sam vol desak, 3-oy, ya'ni bu mart bo'ladi. Ship i vol, ya'ni 12-oy. 12-oy bu dekabr bo'ladi. Xuddi shu holatda, mana shu holatlarda yanvar, fevral, mart, aprel, may va hokazo. Shu holatda yozib gaplashib ketaveramiz ekan. Ya'ni aniq mart, aprel degan so'zlarimiz yo'q, shuning uchun shu holatda foydalanamiz. Endi mana nechinchi kun deyapti. Endi 22-mart demoqchimiz. Endi mart sirasi o'ylaymiz, nechinchi oy ekan? 3-oy. Sirasi yozamiz. Samvol 3-oyning 22-kun deymiz. 22. Kun nima degani desak, yozamiz il. Il kun degani. Eshib il yakunlaymiz yo. Samvol eshib il yo. Ya'ni 3-oyning 22-kuni. Ya'ni 22-mart degan ma'noda. Yoki bo'lmasa 31-yanvar. Yanvar qaysi oy? 1-oy. Ilvol 31. Samshib il yo. Ya'ni 1-oyning 31-kuni. Endi buni yozishda ishlatadigan bo'lsak, qaranglar. Ilvol samshib il. Samshib il degani 31 degani. Endi kun alohida yana yoziladi. Samshib iril yo. Chunki mana bu il degan narsa ham bir raqami, ham kun ma'nosini beradi. Shuning uchun ikkalasini ham yozishimiz kerak bo'ladi ekan. Ilvol samshib il yo. Samshib iril yo. Birinchi oyning, ya'ni yanvarning 31-kuni degan ma'noda ishlatiladi ekan. Ebiga qaraymiz. Ya'ni o'nir myochil yo. Bugun qaysi kun, ya'ni nechanchi kun desak, ovol kuil yo. Ya'ni 5-oyning 9-kuni, ya'ni 9-may degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, makta biz e'tibor qiladigan joyimiz bor. Qaysilar desak, mana bu 6-oy bilan 10-oy. 6 nima degani edi? 6 yuk degani. 10 ship degani. Endi xuddi shu ikkalasigina xolos. 6 bilan 10 ga. 6-oy, 10-oy deganda, ya'ni oy vol oyni qo'shayotgan paytimizda biroz o'zgarib ketadi. Misol uchun aslida o'sha 6-oy deyishimiz uchun yuk vol deyishimiz kerak, lekin bu xato. Buni to'g'rilash uchun mana bu k ga oxir tushib qoladi. Yuvol holatda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi 10-oy desak ham xuddi shunday. Shipvol demaymiz, bu xato. Mana p ni o'chirib qo'yamiz. Shivol holatda yozishimiz kerak ekan. Faqatgina shu oylarga qo'shganimizda xolos. Vol oylarga, mana bu volga qo'shganimizdagina shu tushib qoladi. Qolgan holatda tushib qolmaydi. Misol 6-oyning 6-kuni deydigan bo'lsak, yuvol yuk il yo. 10-oyning 10-kuni shivol shib il yo. Ana ko'rsatlarning kunlarga qo'shganimizda tushmaydi, oylarga qo'shganimizda tushib qoladi ekan. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Xo'p, mana buni misol gaplarni o'qiymiz yana. Onri myochil yo. Bugun necha desa, yuvol yugil yo. 6-oyning 6-kuni, ya'ni 6-iyun. Shihomi onje yo. Xo'p, shihom, ya'ni imtihoning qachon desa, parol eshib samil yo. 8-oyning 23-kuni. 23-kuni. Ya'ni 23-avgust degan ma'noda ishlatiladi ekan. Mana tushunarli bo'lyapti. Savollar bo'lsa albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. To'g'riroq yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, endi hafta kunlarini so'rayotgan paytimizda-chi desak, hafta kunlarini so'rayotgan paytda har doim mana bu savolni beramiz. Ya'ni oneri musun yo'yiliyo. Mana shu savolni beramiz. Musun yo'yil desak, qaysi hafta kuni? Misol ertaga qaysi hafta kuni, kecha qaysi hafta kuni bo'lgan edi, yoki bo'lmasa imtihoning qaysi hafta kuni bo'lgan edi va hokazo. Misol uchun imtihoning deydigan bo'lsak,
Xiaomi 무슨 요일 이에요? imtihonning qaysi hafta kunida desak, shunda aytamiz. 토요일 이에요. Ya'ni shanba kuni degan ma'noda. Yo'q, shuni savol berishimiz ham mumkin. Xiaomi 토요일이에요? Ya'ni imtihonning shanba kunimi? desak, ne. Ha. 토요일이에요. Ha, shanba kuni. Mana shu holatda ishlatib ketaveramiz ekan. Xo'p, bitta savollar bor. Yana 오늘이 무슨 요일이에요? Bugun qaysi hafta kuni desa, 토요일, shanba. 오늘이 목요일이에요? Bugun payshanbami? 아니요, 수요일이에요. Yo'q, 아니요 degani yo'q degani. 수요일이에요, chorshanba. Mana shu holatda ishlatiladi ekan. Eslab qolamiz, doimo hafta kuni so'rayotgan paytda mana bu. 무슨 요일이에요? Qaysi hafta kuni? Xo'p, yonsibda bor, yonsib il. Buni albatta bajarib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi otlarga qo'shiladi. Xo'p, bu da degan ma'noda, ya'ni o'rin payt kelishiga. Xo'p, qachon da ikkita ma'nosi bor edi. Yana ham ga, ham da ma'nosi bor edi. Hozir bu yerda faqat da ma'nosini beradi, o'rin payt kelishiga. Endi, xo'p, qachon desak, vaqt, payt, kun. Larga ishlatayotgan paytimizda mana shu qo'shimchasi da deb tarjima qilinadi. Eslatib o'taman. Vaqt, payt, kun. Eslatib o'taman shuni. Albatta eslab qolinglar. Xo'p, misol uchun qarang. Ta'tilda nima qilasan desa, panghak ta'til degani. Panghage mo heyo. Ta'tilda nima qilasan? Ta'til bu paytda, shuning uchun. Panghage mo heyo. Ta'tilda nima qilasan? Yoki bo'lmasa, hop, ish kunlari, oddiy kunlar nima qilasan desak, pyongire mo heyo. Ya'ni dushanbadan jumagacha degan ma'noda. O'sha pyongire mo heyo desa, 친구를 만나요. do'stim bilan uchrashaman. Yoki 영화를 봐요. kino ko'raman. Mana shu holatda. Yoki seshanba kuni nima qilasan? 화요일에 뭐 해요? seshanba kuni nima qilasan? Mana shu holatda ishlatilinadi ekan. Eslatib o'taman yana bir bor, vaqt, payt, kun haqida gapirayotgan paytimizda ishlatilinadi ekan. Xo'p, misollarni keladigan bo'lsak, 토요일에 뭐 해요? shanba kuni nima qilasan desa, 친구하고 영화를 봐요. do'stim bilan 영화, kino ko'raman. Xo'p, Christmas에 친구하고 파티를 해요. Christmas yangi yilda do'stim bilan party, ya'ni bazm qilamiz. 월요일에 뭐 해요? dushanbada nima qilasan? 월요일에는 영어를 배워요. dushanbada 영어, ingliz tili o'rganaman. Xo'p, pastda yonsib bor, yonsiblar bajarib qo'yamiz. Krim을 보고와 같이 이야기해 보세요. Rasmni ko'rib, namunadagidek suhbatlashib ko'ring deyapti. Mana namuna, pogi degan namuna degani. 목요일에 뭐 해요? payshanba kuni nima qilasan desa, 목요일에는 태권도를 배워요. payshanba kuni taekwondo, ya'ni taekwondo o'rganaman. Xo'p, siz yozasiz 화요일. seshanbada nima qilasiz? 금요일, jumada, chumal, dam olish kuni, 생일, tug'ilgan kun, Christmas, yangi yil. Shu holatlarda, shu paytlarda nima qilasiz? Xo'p, gap holatida yozib qo'yamiz. Xo'p, keyingi nimamiz, betimiz maragi ekani. Maragi il, birinchi maragimiz. Xo'p, o'qiymiz, tarjima qilamiz. Bo'ldi. Xo'p, keyingi grammatikamiz verb, fe'llar qo'shiladi, at, o't. Bu nima desak, bu zamon. Qaysi zamon desak, o'tgan zamon. Yani zamonlarga ham sekin-sekin kelyapmiz. Endi hozir turgan vaqtingizdan oldin
1 soat oldinmi, 1 minut oldinmi, kechami, uzoq vaqt oldinmi va hokazo. Hozirgi turgan vaqtingizdan oldin sodir bo'lgan ish harakatlar haqida gapirganimizda ushbu grammatikani qo'shamiz ekan. At o't. Ya'ni o'tgan zamon bu. Misol uchun ovqat yedim demoqchi bo'lsak, kecha ovqat yedim. Oje kecha degani. Ovqat pap. Pabil ovqatni yedim. Mo'kda yemoq, bilamiz, mo'kda yemoq. Bizda biz tamoq qo'shimchasi bor. Buni olamiz va qaysini qo'shamiz? O't. Xo'p, qaranglar, bu yerda ikkita holat bor ekan. At va o't. Qachon at qo'shamiz, qachon o't qo'shamiz desak, oxirgi ullisiga qaraymiz. Qo'shayotgan o'sha fe'l yoki sifatimizning oxirgi ulli harfi, eslatib o'taman. O yoki a bo'lsa at. Qolgan hammasiga o't qo'shiladi. Eslatib o'taman. Oxiri o bilan a bo'lsa at, qolgan hammasiga o't. Endi buni oxirgi ullisi nima ekan? O ekan. Shuning uchun ikkinchisini qo'shamiz. Chunki o bilan a emas. Got bo'ldi. Endi yakunlaymiz. Yakunlashda har doim oyo. Ayo oyoni o'tdiga tepada. Xuddi shu narsa. Oyoni qo'shamiz ekan. Ya'ni mogosoyo. Ana bo'ldi. Gapimiz yakunlandi. Oja pabil mogosoyo. Oja pabil mogosoyo kecha ovqat yedim. Xo'p, telefon sotib oldim. Uyda o'nil sada sotib olmoq, tamoq qo'shimchasi bor. Buni sirasiz olamiz va oxirgi ullisini qaraymiz. Oxirgi ullimiz nima ekan? A ekan. Shuning uchun bizga qaysi at qo'shimchasi qo'shiladi. Endi bu ochiq bo'g'inda a bo'lganligi uchun mana bu ikkita a, mana bu a birikib ketadi. Shunchaki sasoyo holatda yozamiz ekan. Ikkita birikishi hisobiga. Hidoponi sasoyo. Telefon sotib oldim. Xo'p, biz o'sha mavzularning boshida o'tganmiz ayo oyo qo'shimchasini. Ayo oyo. Qachon ayo, qachon oyo? Xo'p, ayo oyo qo'shayotgan paytimizda qaysi so'zlar qo'shiladi? Qo'shayotgan paytimizda qaysi harflar birikib ketadi? Bularni hammasini o'tganmiz. Xo'p, o'sha bilan bir xil holatda eslab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni, xo'p, ikkita a birikib ketishi yoki mana bu i ni yo ga o'zgarib ketishi, bularni o'tganmiz, ayo oyoda. Xuddi o'sha bilan bir xil holatda qo'shib ketaverasizlar, o'zgartirib bir xil. Ya'ni sasoyo telefonni sotib oldim. Xo'p, o'rtog'imni kutdim deydigan bo'lsak, chinguril kidarida kutmoqqa. Kidarida kutmoq. Tamoq qo'shimchasini olamiz va oxirgi bo'g'inda ko'rsating i qoldi, ochiq bo'g'inda. Ochiq bo'g'inda i qoldi. Shuning uchun biz bunga qaysi o't qo'shimchasini qo'shamiz, to'g'ri. Qo'shayotgan paytimizda mana bu i o'zgarib ketadi yoga. Kidarios keyin pastga s tushadi va gapni yakunlaymiz oyo bilan. Chinguril kidarios soyo. Do'stimni kutdim degan ma'noda. Xo'p, matn yozdim deydigan bo'lsak, kil matn, kiri s-da yozmoq. S-da yozmoq, tamoq qo'shimchasini olamiz. Olgan paytimizda ochiq bo'g'inda i ullisi qoldi. I ullisi qolganda biz mana shu ayo oyo qo'shayotgan paytimizda yana shu i ullisini ochiq bo'g'inda bo'lganligi uchun tushirib qo'yamiz. Shu tushirganimizda mana hech qanday nima qolmadi? Ulli ham qolmadi. Shuning uchun iloji yo'q, yana ot qo'shimchasini qo'shamiz va mana bu holatda sosoyo holatda gap yakunlanadi. Kiri sosoyo. Nimani? Matn yozdim degan ma'noda ishlatiladi ekan. Xo'p, menimcha tushunarli bo'lyapti. Xo'p, yana bir savollaring bo'lsa albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kommentariyada ham yana yozma shaklda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, misollarni ko'ramiz. A, B'da. Oje mo hessoyo. Kecha nima qildingiz desa, ko'yiksumuri kassoyo. Ko'yiksumuriga bordim.
pastdagisi. 어제 뭐 했어요? kecha nima qildingiz desa 친구를 만났어요. do'stim bilan uchrashdim. 공원에서 운동했어요. ya'ni bog'da mashq qildim. 어제 피자를 먹었어요. kecha pitsa 먹었어요. yedim. Mana shu holatda gap yakunlanadi ekan. Xo'p, yonsiblarni bajarib qo'yamiz. Ya'ni to'saquvada nima qildingiz? Ko'yksimulga nima qildingiz? Insadongda nima qildingiz? Kangnamga bordingizmi, yo'qmi? Shular haqida qisqacha o'tgan zamon qo'shimchasini qo'shib yozib qo'yinglar. Yozganlaringdan keyin kommentariyga yozsalaring, kommentariyada o'zim tekshirib beraman hammasini. Xo'p, keyin grammatikamiz yana fe'llarga qo'shiladi. Go. Ya'ni go bu hozir ib bo'lib degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biror bir ish harakatini qilib bo'lib, ikkinchi ish harakat boshlanishi. Misol uchun, uy vazifasini qilib bo'lib, kino ko'raman desiz, to'g'rimi? Xuddi shu holatda. 오늘 숙제를 하다. uy vazifasini bajarmoq. 숙제를 하고 kino ko'raman. 영화를 봐요. 오늘 숙제를 하고 영화를 봐요. uy vazifasini qilib bo'lib kino ko'raman. yoki ovqat tayyorlab bo'lib telefon qilaman. 요리 하고 전화해요. mana go ya'ni go degani ib bo'lib, ya'ni biror bir ish harakatni qilib bo'lib, ikkinchi ish harakat boshlanishi. Xo'p, dars tugab keyin boraman desak ham so'bi 끝나다 tugamoqda degani 끝나고 가요. 바로 가요 deylik. 수업이 끝나고 바로 가요. dars tugab bo'lgandan so'ng, tugab bo'lib, paro degan srazi degan darhol boraman. Juda ham sodda grammatikalardan o'sha fe'llarga qo'shiladi. Sifat yoki odlarga emas, hozirgi holatimizda fe'llarga qo'shilib, o'sha ib bo'lib degan ma'nosini bildirib keladi ekan. Xo'p, misollarda 주말에 뭐 했어요? dam olishga nima qildingiz desa, 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. do'stim bilan birga kino ko'rib, shopping, xarid qildik. 숙제를 하고 텔레비전을 봐요. uy vazifasini qilib bo'lib, televizor ko'raman. 밥을 먹고 차를 마셔요. ovqat yeb bo'lib, choy ichaman. Ya'ni bitta ish harakatni qilib bo'lib. Xo'p, yonsibni bajaramiz. bo'gidagidek. aytyaptiki, 뭘 먼저 해요? nimani birinchi navbatda qilasiz? bo'giva 같이 이야기해 보세요. namuna bilan birga suhbatlashib ko'ring deyapti. Misol mana namunani ko'rsalaring, 영화를 보다 밥을 먹다 turibdi. Ya'ni, hop, kino ko'rmoq, ovqatlanmoq. Endi aytyapti, 영화를 보고 밥을 먹어요. kino ko'rib bo'lib ovqatlanasanmi? ovqat yeysizmi desa, ne. 영화를 보고 밥을 먹어요. ha, ovqatlanib bo'lib, kino ko'rib bo'lib ovqatlanaman. 아니요. 밥 먹고 영화를 봐요. yo'q, ovqatlanib bo'lib keyin kino ko'raman. mana shu holatda. Xo'p, 숙제를 하다 텔레비전을 보다, 물을 마시다 밥을 먹다, 카드를 읽다 선물을 보다, 세수하다 일을 닦다. bular asosida gap tuzib qo'yasiz, ya'ni go ni ishlatib. O'rtada go bo'ladi, bularni hammasini. Ya'ni siz birinchi nimani ish qilasiz? Tishingizni yuvib, keyin sesuv qilasizmi, yuzingizni yuvasizmi yoki yuvinib, keyin tishingizni yuvasizmi? Birinchi suv ichib, keyin ovqat yeysizmi? Ovqat yeb bo'lib, keyin suv ichasizmi? Xuddi ikkala gaplarni mana bu go bilan bog'lab yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, maragi 2 da buni o'zim o'qib beraman. 주말에 뭐 했어요? 고객선물에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 같이 영화를 보고 쇼핑했어요. 주량 씨는 뭐 했어요?
저는 집에서 쉬었어요. dam olish kuni nima qildingiz desa, Ko'k-Sumulga bordim. U yerda nima qildingiz? Do'stim bilan birga kino ko'rib, shopping, ya'ni xarid qildik. Julian ishini muhaysoya. Siz nima qildingiz? Cho'nin men uyda dam oldim. Xo'p, tetki bor. Birinchi tetki bajarib qo'yamiz, ya'ni nalja. Nalja, ya'ni kunlar haqida gapiradi. Xuddi shu holatda ishlab qo'yamiz ekan. Tetki 2. Ikkinchi tetkida ham o'sha mazmuni to'g'rilarni tanlab qo'yamiz. Mana bu yerda birinchi tetki, ikkinchi tetki bor. Bularni albatta e'tibor bilan eshitishimiz kerak bo'ladi. ilkida shib il vol, shib il to'yoy, ya'ni 11-oyning 10-kuni shanba. Bu yerda kichkinagina hop matn yozyapti. Buni o'qiymiz, tarjima qilamiz va tushunib olamiz nima haqida kerakligini. Pastdagi testi bor. Testlarni bajarib qo'yamiz. Va xuddi shu holatda biz ham bitta sig yozamiz. Ya'ni yorobundo ilgirilsa bo'lsa-yo, siz ham o'sha kunlik ishingizni yozib ko'ring deyapti. Ya'ni bir kun davomida nimalar qildingiz? Qayergadir bordim, kimlar bilan uchrashdim yoki bo'lmasa nimadir yedim, ovqatlandim, kimdir bilan ovqatlandim va hokazo. Bir kunlik ish rejangizni yozib qo'yasiz. Bular qoladi. Va oxirida chakipyonga bilamiz, o'zimizni baholash. Xo'p, bular bajarib qo'yamiz. Ya'ni mustahkamlash uchun savollar va bular to'ldirib va bu yerlarga ham yozib qo'yamiz. Buni yozsakkina, to'g'ri yozsakkina biz butun bir mavzuni tushungan bo'lamiz. Agar yozolmayapmizmi, demak, qaysi joyga tushunmaganmiz, yana qaytib videoni ko'rishlaringda yoki bo'lmasa lug'atni to'liqroq yodlashlaringda so'rab qolaman. Bu 142-bet. Menimcha mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsalaring bo'ladi savollaringda. Ko'rib, o'sha yerda javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi mavzumiz Seoul to Hangugo bir mavzusi edi. Shu yerda yakunlaymiz. U holda keyingi darsda ko'rishguncha